Iroq shimolida yemeklik tepish intayin tez. Bo'ri to'pi yüzlerce kvadrat kilometr doiradan ozuqliq izlash kerak. Bo'lmasa muvaffaqiyat qozonolmaydi. Muvaffaqiyat deganimiz keyingi avlodlarni yetishtirishni ko'zda tutadi. Bo'ri to'pi birlikda harakat qiladi. Shunglashqa bo'ri bolalari faqat ota-onalari tarafidan beqilib qolmay, balki yana tog'a hammalari tarafidanmi beqiladi. Ular qor yig'ishdan burun har bir bo'ri bolasining quramiga yetgan cho'nglikda o'sishiga kafolatlik qilishga tirishadi. O'sayotgan bo'ri bolasi bir necha to'shqonni yeyishga muhtoj. Bo'rilar cho'ngroq o'jin tutish uchun cho'qim to'plashib o'lish kerak. Toshqonlarni ko'rish oson bo'lgan bilan tutish hargizmi oson emas. Bo'rilar toshqonni tutish uchun soatiga 60 km tezlikda to'plashib yugurmoqda. Ulardan biri toshqonning quyruqini tishlab olishga nihoyat ozla qoldi. Lekin toshqon shu hamon yo'nalishni o'zgartdi. Agar toshqon yugurishni davomlashtirsa, oxirida bo'rilarni charchitib qutulib ketishi mumkin. Toshqon oxiri qochib ketdi. Keyingi toshqon uchun bütün bo'rilar harakatga o'tdi. Son jihatdagi ustunlik unumini ko'rsatdi. Boshlamchi bo'ri yugurgandagi ritmni tizginladi. Boshqa bo'rilarmi toshqonning ikki tarafida yugurgachga toshqon yo'nalishni o'zgartirishga amalsiz qoldi. Bir kichik o'lja butun to'pqa nisbatan ozlik qiladi.